Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Prop kompaniyalar bo'yicha ma'lumot berishni boshlayman. Ko'rib turganingizda FTMO prop kompaniyasi, mana account, mana profilim. Xo'sh, bu yerda mana FTMO challenge, birinchi challenge sotib olinadi. Bundan o'tgandan keyin verification qismi bor. Bularni ham ko'rsataman hali. Keyin verifikatsiyadan o'tgandan keyin ikkinchi bosqichdan uchinchisida masalan uchun founded account beradi. Bularni ham video qilib tahlillayman, ko'rasizlar. Mana $200,000 account olingan. Birinchi challenge birinchi bosqichi 10% depozitdan 10% daromad qilish kerak. Mana $220,000, $220,000 ikkita. $200,000 hisob raqam. FTMOda bilasizlar, maksimum $400,000 hisob raqam olish mumkin. Bu ikkita $200,000 ga to'g'ri keladi. Agar ikkita $200,000 hisob raqamni ikkala bosqichidan ham o'tganingizdan keyin supportiga yozsanglar, merge qilib beradi, ya'ni bitta $400,000 account qilib beradi. Agar kimga shunaqa kerak bo'lsa, lekin alohida qilib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana metriksini ko'ramiz. Xo'sh, 4-yanvarda challenge olingan. 13-yanvargacha savdo qilib hamma shartlar bajarilgan. Ko'rib turibsizlar, swing account. Xo'sh, mana minimum trading days FTMOda 10 kun, ya'ni account olganingizdan keyin aktivni 10 kun savdo qilishingiz kerak. Agar 3 kunda yoki 5 kunda o'sha berilgan targetni bajarsanglar ham qabul qilmaydi. 10 kun aktivni savdo qilishingiz kerak bo'ladi. O'shanda challengedan o'tgan hisoblanasizlar. Bir kunlik maksimum lossga, ya'ni risk $10,000 beradi. Mana maksimum bir kunda $800-900 minusga kirgan. Qonun qoida buzilmagan va maksimum loss $20,000 risk beradi. Bu maksimum bu account $1,200 atrofida minusga kirgan. Mana ko'rib turibsizlar va profit target $20,000. Mana 10% qilib bajarilgan. O'shandan keyin buni qabul qiladi. Endi savdo qilingan instrumentlar ko'ramiz. Tillada Bitcoin, neft savdo qilingan. Endi bu bosqichdan o'tgandan keyin bular challenge shartlari bajarilgandan keyin beriladigan sertifikatlarni ko'ramiz. Birinchi bosqichga beriladigan sertifikat, qanaqa sertifikat berilishini ko'ramiz. Mana Passed FTMO challenge. Mana birinchi bosqichdan o'tgandan keyin beriladigan sertifikat mana shu. Ko'pchilik internetda qo'yishi mumkin. Sertifikat olganman deb, lekin sizlar mana bu QR kodi bo'ladi. O'sha QR kod orqali sken qilib turib, buni fake mi, real mi o'shani bilsanglar bo'ladi. Bu bo'yicha video tahlillayman, ko'rasizlar.